Uning o'tmishini demasam-mu, hammamizning ko'ngliga ayon. Umi siz bizdek bir ona, oddiy bir ona. Ammo u siz biz qilolmaganni qildi. Butun hayotini Uyg'ur, vatanim, millatim deb hayotini biz uchun qurbon qildi. Biz so'zlayolmaganni so'zladi. Biz qilolmaganni qildi. Ammo biz nima qildik? Uni xohlasak yer bilan yakson qildik. Xohlasak beshimizga ilib ko'tardik. U boshqa millatdan, boshqa davlatdan qilayotgan qurbonliklari uchun qandoq tapga olgan bo'lsa, uning uchun hech qanchalik gap emasdi. Ammo biz uning yuragiga qanchalagan xanjarlarni urib etdik. Ammo u yana mening Uyg'urim, millatim, xalqim deb illiq bag'riga ilib, yana biz uchun oldingi saflarda, janggohlarda, oldingi saflarda biz uchun kurash qilyotdi. U Rabiyaning, amdilatdan qarindoshlarimizning vatandagi ochiq azoblarda kecha-kunduz uxlay olmay to'lg'inayotganimizda, bu azob uqubatlarni Rabiya onamiz yillar burundan tetib kelayotgan. Shu ochiq qayg'u hasratlarda kechini kunduzga ulab biz uchun xizmat qilayotgan edi. Ammo biz buni bilmadik. Ba'zida yeb ketdi, ichib ketdi dedik. Ba'zida yolg'onchi dedik. Ammo azmas inson yo'q qarindoshlar. Asli yeb ketgan, ichib ketgan Xitoy Xi Jinping, Chungchungo Xitoy. Qinimizni yillardan sho'rab, tuproqlarimizni dapsanda qilib, xalqlarimizni yeb tugatdi. Mana buni yedi deymiz. Ammo u biz uchun butun hayotini qurbon qildi. Bu reallikdagi haqiqat. Balki siz bu reallikni Xitoyning o'yini bilan, ba'zan bir so'z cho'chaklar bilan e'tirof qilmasligingiz mumkin. Ammo qo'lingizni yuragingizga qo'yib o'ylashib beqing. U bizning yuragimizda allaburun u taxtini qurib bo'lgan. E'tirof qiling. U sizning jangovar vatan millat uchun o'zini qurbon qilgan onamiz. U Doğu Turkistonning onasi, millatning onasi, Uyg'ur xalqining Rabiya onasi. Uning dilini ranjitadiganға sizning hech qanday huquqingiz yo'q. U butun yoshligini, umrini siz bizga otib etgan. Uning qilaligini siz hargiz qilolmaysiz. Shuning uchun uni qadrlang, hurmatlang. Uning umri qanchalik qoldi? Uning umrining oxirida bo'lsa-mu, uni suyib, qadrlab, beshimizga toj qilib qisishimiz kerak. Unutmang, u siz bizning onamiz.